Mustaqillik oliy ne'mat, istiqlol, mustaqillik, erkinlik deganda albatta har bir davlatning bayramona kunlari, shon-shuhratga boy bo'lgan ulkan tarixi va yorug' kelajagi ko'z oldimizga gavdalanadi. Mustaqil O'zbekistonimizning 35 yilligi bugungi kunda keng tantanavor nishonlanmoqda. Bu 35 soni tariximizda zarhal harflar bilan bitilgan qanchadan qancha zahmatli ishlarimiz va ajdodlarimiz, bobokalonlarimizni olib borgan bir qancha ishlarni shon sharaf bilan, quvonch bilan tilga olmog'imiz darkor hisoblanadi. Biz Abdulla Oripov nomli ijod maktabi jamoasi o'qituvchi pedagoglar nomidan barchangizni mustaqilligimizning 35 yilligi bilan samimiy muborakbod etamiz. Aziz yurtdoshlar, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin, bayram muborak bo'lsin. Barchangizni yurtimiz hayotidagi eng ulug' va eng qutlug' ayyom O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Mustaqilligimiz abadiy, vatanimiz tinch, xalqimiz farovon bo'lsin. Mustaqilligimizning 35 yilligi muborak bo'lsin. Mustaqillik bu biz uchun erkin va farovon hayot, tinchlik va buyuk kelajak demakdir. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Barchangizni O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yillik bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Bizning eng katta boyligimiz tinchligimiz va mustaqilligimizdir. Shunday ekan, biz yoshlar vatan oldidagi burchimizni yaxshi anglashimiz, yaxshi o'qishimiz, ilm egallashimiz va yurtimiz ravnaqiga o'z hissamizni qo'shishimiz kerak. 35 yil bu ozodlik va bunyodkorlik yo'lining 35 yillik yorqin tarixi. Kelajakka ochilgan 35 yillik ishonch hamda ezgu orzu va ulkan maqsadlar sari tashlangan dadil qadamlar demakdir. Mustaqilligimizning 35